Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aka-ukalar, guruhdoshlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi chistomiz 2025-yil 18-mart. Bular Albion ko'chatlarimiz xudo xolasa. Ertaga dalaga olib chiqib ekamiz. Endi xonadan chiqardim bularni ko'chaga. 3-4 kun, 5-6 kun shetda tursa, 4-5 kunda dalaga ekamiz bularni olib chiqib. Xonada ham gradus ko'tarilyapti. Axlajana qo'yilmagan endi. Oila, kichkina oilani xonasiga axlajana qo'yish unchalik kerak emas deb o'ylayman men. Chunki kichikroq joyda shamollab qolish, kasal bo'lish, moyillik ko'proq bo'ladi. Ochib tashladim bugun. O'sha chekkalarni ochib olib turibmiz. 33 gradusga chiqib ketib qoldi. Bu gradus xona uchun ko'plik qiladi. Salqin qiluvchi setgani yopamizmi? Ertaga 3-4 kunga ko'ramiz endi xudo xolasa. Mana bu degani katta peripat. 33 ga 20 bo'lib turibdi buni. Bu yaxshilik alomati emas. 33 gradus. 5-shoda, 6-shodalar ketadi. Men hali chiqiltmaylar, meva berishda to'xtamayapti xudosi bular. Astoydil berar ekanda mevani baribir izozlash kerak bu qiltmaydi. Qarang, qanday chiroyli. Hammasi hali shu bo'yda turibdi. 5-shoda ketyapti, 5-shoda ketyapti hali. 5-6-shoda, bu 6-shoda ketyapti. Mana bu yerdan kelyapti yana. 6, 7, 8, 9 tagacha ham bor, 10 tagacha ham berishi mumkin. Kim biladi, endi ko'ramiz. 5 mana 6-shoda, ha? 6-shoda kelyapti. Endi naryoqda tozalagan joyim bor, endi ko'ramiz. 6, 7, 8, 9 tagacha berar ekanda bu. Bu yozor o'simlik ekan bu ham. Qarang, chiroyli bo'lib hali turibdi, hosil berishdan. Hech hali seriallanganini ko'rganim, sezganim yo'q hali. Eng patolog terganim 37 kiloga chiqdi. Mana shu 3 sotik xonamdan. Ikkita 1,5 sotik, 3 sotik xonam bo'lsa, eng ko'p tergan kunimiz 37 kiloga chiqdi. Bu arada kimdir bir xilda uni qo'shni yoqdagilar 1 kilo, kimdir yarim kilo olib ketadi bar kuniga. Bu massiv bir kun terganimdagi patolog terganim 37 kilo. Bugungi kunda hali xudo xolasa 30, 35, 30, 32. Bir kun ulgurji terganini anaqamda aytyapman. Bir xil uydan olib ketib qolyapti odamlar. Bir xil kuni 5 kilo olib ketib qoladi, bir xil kuni 4 kilo. Bu massiv terganda shunaqa bo'lyapti-da, 30, 35 kilodan. Bir martagina uydagilarga aytdim, qani ha 3-4-kun teryapmiz. O'sha kundan terganingda hech kimga qutmay bermanglar 4 kun dedim. Qanaqa terar ekan? Ob'yomda bitta ko'ray degandim, 37 kiloga chiqdi. 3 sotik xonadan 37 kilo qilib chiqarish bu prostoy narsa emas bu. Sanki gektar kattaroq maydonda qilsa ancha tonna chiqib ketar ekanda. Mana buyoqqa ochib tashladim endi mana. Plyonkalarni olib endi shu yopib turamiz endi bir endi bu yog'i boshlandi. Qishda sovuqda muqima yoqsak bu mana bu bahorda nima deydi? Quyosh issiqligidan. Gullar ham kelyapti. Endi ertaga salqin qilib ketgan yopamanmi? Endi o'ylab ko'raman. Bu ham xuddi shunaqa holatda. Mana tozaladim endi. Boshini tozalayapman, boshini. Chunki menda radiatorlar hammasi bir tomonga qaragan. Bu birinchi, ikkinchi, uchinchi hammasi bu yoqqa qarab qaragan. Qishda ko'proq mana shundan bu yoq ko'proq pishdi-da. Ko'proq bu yoq pishdi. Mana shundan bu yoq pishdi ko'proq endi. Mana bu yerda ham xuddi shu boyagi holat. Biz xonada ham. Ko'ryaptimi? 33 ga 20. O'zi hosili. Bu yerda ham xuddi shunaqa holatda hosilni qarang. Kelyapti hosil. Bu tomoni ham hammasi. Hech qanaqa bir maskirovka, faskirovka degan narsaning o'zi hammasi tabiiy o'sib turgan narsalar hosili mana. Endi yaqinlashganingizda mana shu turibdi. Bu endi adbor kamayadi endi baribir. Yo'ldan bu yoqqa qaraganda ham shu mana o'z holatida. 5 ta shoda tergan bo'lsak, где-то 6, 7, 8, 9 boring endi. Agar kun isib ketsa, ishdan to'xtashi mumkin bo'lar. Bu yerda ham xuddi ochib qo'ydim mana. Xonalar ochiq.
Shu holatda kelyapti вообще deb hisoblanadi. Gullar yana kelyapti gullar. Bunday olganda bu kasbni e'zozlab, chiroyli qilib mehnat qilsa arziydigan ish ekanda. Mana bu yil hozir hammasi sipdan o'tyapti. Endi maqsad keyingi yilga nasib qilsa sal kengaytiramizmi? Qilsa bo'ladigan ish. Hop, shu ob'yomli holatda mana shu yana gulga kirib kelyapti mana bular hammasi. Ko'chatlarning holati. Barik tizimi mana. Bu yerda ochiq daladagilarimiz. Ularga kecha o'zi hikmatda yaxshilab sug'ordim. U kun o'sib ketdi. Hech mana bilan uyg'onish arafasiga tozalab tashladik yaxshilab. Ko'rzat dori bilan ishlab berdim ustidan. Kecha endi birinchi oziqasini berdim. Endi ilzotlarni dori beramiz bir marta xudo xolasa. Ildiz chirishiga ham qarshi ishlab qo'yish kerak yaxshilab bir marta. Ildiz chirishiga men fundazol berib yubordim ildizdan. Bor endi har xil kasalliklar bo'lishi mumkin endi. Bugun ertalab quydim-da. Har bittasiga 200 grammni erinmasdan quyib chiqdim. Ha, endi meniki ob'yomim kichkina endi. Sekin bilan uyg'onish arafasi. Biz Angrenda mana o'zi kecha 2 kun 3 kundan beri quyoshli kun chiroyli bo'lib chiqibdi. Daraxtlarda mana hali endi uyg'onish arafasida. Koreys ko'chatlarim ko'chaga olib chiqdim endi. Bular ham o'rgansin endi. Chunki 3-4 kundan keyin dalaga ekamiz. Bular ham albion. Anya degan sortimiz. Bu kiviki. Bular endi Ispaniyadagi joy. Bular bir hosilni ko'rsak, qani ko'paytiramizmi, yo'qmi? Shu maqsadda ekilgan bu yoqqa endi. O'zim hovlimdagi kichkina joyim bu. Albionlar Ispaniyadan o'tdi. Bular ham albion 1, 2, 3, 4, 5. Albionlar Ispaniyadan o'tdi endi. O joyni albiondan qo'rqmasak ham bo'ladi. Albion, Alba. Bular Ispaniyadan o'tdi. Mana bu yonimdagi daladagi mana. Charchamanglar. Har bir dehqonni qilayotgan dehqonchilikka Alloh baraka bersin. Dehqonchilik kasbi rivojlanaversin xudo xolasa. Bu dehqonchilarning hammasini mehnati boshlandi-da, ish endi bugundan boshlab. Bugundan emas, o'zi bahor keldi. Dalada ishlar boshlandi. Charchamanglar.